Assalomu alaykum aziz hamkorlar. Ko'pchilik hamkorlardan shunaqa savol tushyapti, chakishni tashlashga qanaqa badimiz bor deb. Mana sizlarga chakishni tashlashga mana shu qora sedana bilan N4 badimiz juda ham zo'r yordam beradi. Qora sedanani bittadan 2 mahal yoki bo'lmasam 3 mahal ichsa ham bo'ladi buni. Ovqatdan keyin va N1 boshida bittadan ichiladi kechqurun, keyin ikkitadan ertalab va kechqurun ovqatdan keyin ichsanglar bo'ladi. Inshaalloh organizminglarni toksinlardan tozalab, o'sha chakishdan xolis bo'lasizlar va albatta iroda ham mustahkam bo'lish kerak, ya'ni o'zingizlar xohlashinglar kerak chakish tashlashni va shuni iste'mol qilsanglar, inshaalloh shu badlarimiz sizlarni shu chakishdan xalos bo'lishga yordam beradi. Hammanglarga sog'lik, salomatlik tilab qolaman.